Akalar, bugungi videomiz men sizlarga puli yengil oriq qisirlar, bo'g'ozlar hamda puli o'ta ham arzon bo'lgan onabolar narxini yoritib beramiz. Bugun biz Namangan viloyati Namangan tumanidagi Samarqand Savxoz deydi, shu Chorva bozori kelyapmiz. Akalar, bu bozor o'ta ham zo'r bo'ladi, sizlar uchun o'ta ham dahshatli hamda manfaatli video tayyorlab berganman. Akalar, videoga erinmasdan mana shu tekin bo'lgan narsani bitta laykni bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bo'lmasa biz videolarimizni boshladik. Akalar, biz mana shu yo'ldan qisirlar narxini yoritib borishga harakat qilaveramiz. Aka, nech pulga mana shu qisirimiz? Savdo bo'lib to'xtab kelasiz. Uchchovi qancha? Ha? Barcha savdo. Uchtasi nech pul aytyapsiz narxi o'zi aka? 10 Ha? 10 million kam. 10 million ka suti yo'q-a? Yo'q, suti yo'q. Narigilar ham shu 10 milliondanmi? Narigilar 15 kam bor. Narigilar 15 dan hozir ko'rsataman. Mana 10 million so'm kami bor deydiganimiz. Nechta tuqqan aka? 4 ta tuqqan aka mana. 10 million so'm kam bor. 8 million so'mlarga berib yuborsaga orqa tomonlar bitta ko'rsataman. Oriq qisirlarimiz akalar, qisir so'raganlar, ko'pchilik qisir so'raganda mendan mana 3 ta qisir. 3 joy bir joyga savdo bo'lyapti. Hozir narxini bilib beraman. Aka, qancha bo'lyapti savdosi 3 tasini? 35 million. 35 million so'm savdo bo'lyapti 3 tasi mana. Aka, bular suti bormi 2 tasini? Suti yo'q umuman. Uchovini ham suti yo'q ekan mana. 35 million so'm savdo bo'lyapti ekan. Berishmayapti ekan. Bo'lmasa biz davom etaveramiz. Xudo xolisa oriq qisirlar narxini yoritib borishga harakat qilaveramiz. Ya, nima gap? Siz bazashi. Qisirlar bitta yoritaylikchi. Sizdanmi ular? Ha, xunojan tug'magan, tish buzmagan. Tish buzmagan xunojan, tug'magan. 17 million hozir savdo bo'lyapti. 17 million bermayapsiz. 17 million so'm savdosi bo'lyapti ekan, berishmayapti. Gap yo'q. Qanchaga bitadi mana shu? Ha? Qanchaga bitib qoladi? 18 ga balandroq olganmizda. 18 balandroq. Hozir bo'lib turgan. Bular bitta. Mana qizildi 13 million deyapti, 11,5 bo'lyapti. 11,5 suti. To'rtta 5 ta boriz tepayapti lekin. Tepayapti. Ochiqini aytgan yaxshi. Mana puli yengili bor, buni 11 million so'm qilyapti. 2 litr, 3 litr suti bor. Nechta tuqqan? To'rtta 5 ta tuqqanda. To'rtta 5 ta tuqqan. Bilasiz, o'zingizlarda. Gap yo'q, bunisichi? Yo'q, mana shu 2 ta, 3 ta qoldi, xolos. 3 ta qoldi xolos, ha? Gap yo'q. Sheriklardagi 80 million bo'lyapti hozir narish. Hozir ham bo'ldi, uni olamiz. Nomeri bitta aytib qo'ying. 93lik 93lik 054 054 56 46. 56 46. Qisir so'raganlarga, buqa, xonajin so'raganga kelamiz. Hammasidan bor. Telefon qilaverasizlar, xudo xolisa. Hammasidan bor ekan. Xo'sh, yerda ham hozir 5 tami? Ol 7 ta 80 million savdo bo'lyapti. 7 ta 80 million savdo bo'lyapti. 8 million ekan. O, oq qoshqa 8 milliondan 13 million nech pul ekan shu qorasi. Hozir 31 ma'lumot beramiz. Rahmat aka. Xo'p, xudo xolisa narxini bilib beramiz. Oriq qisirlar. Mana. Sizlardanmi aka? Alaykum assalom. 7 tasi bir joyga bo'lyaptimi? Qasi. Sariqqacha? Qoragacha. Bular nechtadan tuqqan aksariyat? Shular 4 tadan tuqqan. 4 tadan tuqqan. Suti bormi yo'qmi? Suti bor. Ikkitasini? Ha? 80 millionmi? 80 million. Savdo bo'lyapti, berilmayapti. 7 tasi 80 million. 10 million oshiqroq bo'lyapti ekanda. 11 million 428 ming. Oh, 11 million 428 ming so'mdan savdo bo'lyapti. 7 tasi 80 million so'm. Akalar, mana oriq qisirlarga mana. Juda ham oriq qisirlar. Xo'p, nomerni aytamizmi? 94lik 94lik 588 588 36 36 38. Mo'ni o'zini qancha deymiz? Juda kichkina ekan. O'zini 9 ga beramiz. 9 ga beriladi. Eng arzon qanchaga chiqadi sizlarda? Eng 9 ga chiqadi. 9 ga chiqadi. Manzil Saroydan. Qo'rg'on Saroy. Saroyda. Aloqa chiqa qolsa, ishonchli qisir. Bir haftaga. Bir hafta. Yo'q, qisirlik ishonchlimi? Sirligi ham kerak. O'ziga qilingan-a? Ha. Gap yo'q. Mana. Savdolar bo'lyapti ekan, xudo xolisa. Bu yog'ida endi sal semizroq. Savdo bo'lyapti. Mashin bo'lyaptimi? Ota xasi bo'lyapti, hoji bu? Mana sariq mol bo'lyapti, korobka. Qancha korobka? Ko'ppa to'g'ri. 13 million deb 10 million deydim biz. 13 million deyishyapti, 10 million savdo bo'lyapti. Qo'psam chiqadi-da. Suti qancha ekan? Suti yo'q buni. Yo'q. Suti bor, so'qsa bilinadi. 1 litr beradi-da bir kosa. Gap. Samon, Uchta tuqqanmi? Ha, 3 ta tuqqan. 3 ta tuqqan. 10 millionga berilmayapti. Bermaydi. O'zini bor deyapti. 12 millionga beraman deyapti. Mana.
qisir so'raganlarga. Ha. Gapi. Zo'r. Davom etaveramiz akalar. Hozir biz pul yengil bo'g'ozlarga o'tamiz. Shunaqa qilib sizlarga chiroyli video qilib beraman. Mana endi ham savdo bo'lyapti qisirimiz menimcha. Hoji buva, nech pul bo'lyapti savdosi? Assalomu alaykum. 13 million 600 million. Siz qilyapsiz aka? Nechta tuqqan ekan tog'a? 3 ta tuqqan qisir. Suti yo'q-a? 13 million 600 ming so'm savdosi bo'lyapti. Mana 13.6 ga berishmayapti. Gapi. Mana endi ham bor aka. Sizdan emasmi aka? Egasi yo'qmi bu qisirlari? Aka sizdanmi tog'a? Egasi yo'qmi? Va jiya, sizlardanmi? Mana qisirlar. Dada qalla? Ya narxini bilmaysan, bo'ldi. Pul yengil qisirlardan bor ekan, ko'rsataman dedi. Keyingisi mana yana qisirlarimiz. Suti bormi aka? Necha litr? 4 litr suti bor. 2 ta tuqqanmi, 3 tami? 2 ta tuqqan qisirimiz. Nech pul aytyapsiz aka? 17 million aytyapsiz. Bozor qancha qildi aka? 13.5 million. Dehqonchilik. 13.5 million. Kishi bosgan shekilga? Ha, 800 chiqaryapti. Gapi. Boy aka, bu sizlardan bu. Ha, bizdan. Nech pul aytamiz? Nechta berdi? Mana 2 ta qoldi. 2 ta qoldi. Qisir nechidan tuqqan? Bittadan tuqqan 2 kura. Bittadan tuqqan 2 kura yosh qisirlarimiz suti bormi yo'qmi? Suti yo'q. Suti yo'q. Nech pul aytyapsiz? Jupiga 35 kami bor. Jupiga 35 kam bor. Bozor nima dedi? Bozorga savdo qilmadi, endi olib kelib o'yladi o'sha. Lekin yesa semiraveradigan yosh ekanda, qari ham emas ekan. Ha, yana serob bo'lsa nomeringizni qo'yib ketay. 90 90lik. 90lik 697 697 50 50 manzil Mashat. Mashatda, Namangan shahrida. Siz bag'i kimdan bilmaysizmi? Alhamdulillah. O'zim baxtim, o'zim sog' bo'lay deydi. Bo'ldi, o'sha tomondan bitta ko'rsatamiz hozir yana. Puli yengil qisirlanma. Tog'a qancha ketdi? Sotiladimi? Nech pul ekan? 12.5 million ekan. Oriq qisirimiz. Keyingi qisirlarni bitta ko'rsataylik. Aka, mana sizlardanmi? Tog'a sizdanmi? Nech puldan ekan aka? 14.5 dan qilyapti. Sizniki emasmi? Meniki? Siznikimi? Nechtasi? 6tasi 14.5 dan. 6tasi 14.5 dan bermadingiz, a? Nechta tuqqan bular aka? Bittadan tuqqan. Bittadan tuqqan qisirlar. 4 kurak, 6 kurak shunaqa. 4 kura, 6 kura. Suti bormi? Suti. Yo'q, suti yo'q. Umuman suti yo'q. Faqat boqqani yaxshi. Boqqan. Endi boqsa ketaveradi. Qisirligi aniq aka. Qisirligi aniq. Manzil qayda aka? Oshirib qo'ysa yana ham zo'r bo'ladi. Manzil Namangan rayoni Oqbuloq qishlog'ida. To'g'rida, haligi xonajin olganda mashina olsalar, arzon, hammasi bitta qochirasizlar, qochadi. Ha, qochadi. Zo'r. Hozir talab bo'yapti. Talab bo'lyapti. Nomerni aytib qo'ying aka. 90'lik. 90'lik. 677 677 72 72 75. 75. Akamizga aloqa chiqolsa qisir so'raganlarga akalar mana. Xudo xolisa. Xo'p, davom etamiz xudo xolisa. Yana sekin imkon qadar yoritib borishga harakat qilaveramiz. Tog'a sizdanmi bular? Bular tug'magan-a? Nech pul deymiz tog'a? 15.5 pul. 15.5 tug'magan tuqqanmi? Nechta tuqqan? Hadi 2 ta. Ikkitami shu 15.5 qilyapti. Suti bormi? Yo'q. Suti yo'q, bermadingiz, a? Narigalarchi? Kira Turkiya bittadan tuqqan. Bittadan tuqqan 4 kura. Nech pul qilyapti o'zi? Yo'q, hali so'ragan. Nech pul aytyapsiz? 18 dan kam bor. 18 dan kam bor deyishyapti. Hali bozor savdo qilmayapmiz. Bozor savdo qilmayapmiz. Gapi. Nasiya pulga ola keldi. Mana qisirimiz. Suti bor ekanmi? Ya o'zi oldingizku? Oldimmi buni? Ha. Baqib o'tib qolganiga? Ha, bo'ldi. Qancha ketdi bu? 700 ga ketdi. Necha 700 ga? 13 bilan 13 million 700 ming so'mga ketdi haligida. 13 million. Suti yo'q, qisirimiz suti tutib ketibdi. Xo'p, davom etaveramiz yana mana. Tog'a buni suti bormi? Bor. Nechta suti bor? 5 ta suti bor. 5 ta suti bor. Qisira? Yo'q, bo'g'oz. Qisir sog'di. Nechta tuqqan tog'a? Bitta tuqqan bo'lsa kerak. Nech pul aytyapsiz?
15 milyon tuttum. 15 million. Bozor qancha qildi? 11 million so'm savdosi bo'ldi. Berishmadi. Keyingisi mana shu savdo bo'lyaptimi ya? Siz ko'rsatib ko'raychi, mana shu savdo bo'lyapti shayda hozir. Mana shu bo'lyaptimi aka savdosi? Qancha? 10 million 500 ming so'm savdosi. Xo'p, keyingisi mana yana. Hozir bog'dan ko'rsataymi? Aka suti nechta ekan buni? Shet suti nechta ekan? 7 ta aka. 7 ta suti bor. Bo'g'oz emasmi, qisirmi? Qisir. Bu 4 ta tuqqanlar, 3 ta 4 ta. Nech pul aytyapsiz aka? Narx qancha ekan? 17 kami bor. Ye, boshqa bo'lami hozir boshqa? Yo'q, bu cho'joy bor. Cho'joy. Oldi biz buni hozir. Qanchaga oldingiz tog'a? 7 million 800 ga. 7 million 800 ming. Mashina olib qo'ya qoling. Mashina. Emadi qani bor. Ola qilib olasizda? Bor emadi. Ha, bormi? Emgani yo'q hali aka. Indamas ekan omilaga. Mana, mashina qilib turib qo'shib olinsa ham, xudo xolisi zo'r bo'ladi. Xo'p, davom etaveramiz. Aka, mana sizdanmi, qisir? Savdo qilyapmiz. Savdo qancha mashina? Qancha? 16 million 200 ming bo'ladi. 16 million 200 ming so'm savdo bo'lyapti. Suti bormi? Suti yo'q ekan. 4 ta 5 ta tuqqani? 16 million 200 ming so'mga savdo bo'lyapti. O'sha yerda berishmayapti. 16 million 200 ming so'mga. Mana. Aka, bu sotildimi? Bu bo'g'oz emasmi? Bo'g'oz. Nech pul aytyapsiz aka? 15 million aytishyapti. Gap yo'q. Bo'lmasa biz davom etamiz mana shu yerda. Bag'i bo'g'ozlarga o'tib ketdik. Bo'g'oz akam tog'a? Siznikimi? Ha, qo'liga kelibdi. Nech pul aytyapsiz? 15 million. Uchinchisiga bo'g'oz menimcha. Suti yo'q. 3 litr suti bor, 15 million. Siznikimi? 15 million so'm. Kami bor. Sotilish. 15 millionga sotiladimi? 15 millionga sotilar ekan. Mana. Bo'g'oz. Puli yengil bo'g'oz so'raganlar. Davom etamiz yana. Mana bu yerda ham menimcha savdo bo'lyapti mana shu. Suti nechta ekan tog'a? 8 litr. Bo'g'ozmi o'zi? Gumonmi? Nechta tuqqan? 2 ta 3 ta tuqqan. Gumon deyishyapti. Narxi nech pul ekan aka? 18. Bozor qancha berdi? 14. 18 million deyishyapti ekan, bozor 14 million savdo qildi. Mana bu yerda ham savdo bo'lyapti. Qancha bo'lyapti shep? 16,5 beryapti. Bo'g'ozmi? Ha, 6 oylik. 6 oylik bo'g'oz. 16,5 million so'm. Uchinchisiga bo'lsa kerak. 16,5 million so'm savdo bo'lyapti. Uchinchi yo to'rtinchisiga bo'g'oz. 16,5 million so'm. Realniy savdo bo'ladi. Yomon emas akalar lekin. Eti ham yaxshi ekan. Zo'r. Aka, bu yangi tuqqanmi? Yo'q, yangi tuqqan ancha bo'ladi. Qisir sog'da. Nechta tuqqan? 3 ta, 2 ta? Bitta tuqqanmi? Ya, suti nechta aka? 4 litr 5 ta. Nech pul aytyapsiz? 21. Bozor qancha qildi? 18 yarim savdo bo'lyapti. Keyingi. Aka, bo'g'ozmi? Qisir a? Suti yo'q. 4 litr suti bor. Nechta tuqqan? Bitta tuqqan. Nech pul aytyapsiz aka? Narx qancha ekan? 24 million so'm kam deyishadi. Bozor qancha qildi aka? Ozgina kam 21 savdosi. Davom etamiz. Aka, bular bo'g'ozmi, qisirmi? Nech pul ekan narxi? 19 dan. Suti nechta? 2 litr 3 litr 19 dan deyishyapti ekan. Bitta tuqqanmi? Bittadan tuqqan qisirimiz mana. Abdulla qalla. Ketdi. Bo'ldi, bo'g'ozlarga o'tdi. Aka, mana shu bo'g'ozmi? Ha, bo'g'oz. Birinchisiga? Yo'q, ikkinchisiga 2 oylik bo'ldi. Ikkinchisiga 2 oylik bo'ldi. Birinchisida aka nechta sut bergan? Birinchisi 12 ta berganda 6 litr. Zo'r bergan aka. Nech pul aytyapsiz aka? Fermada olgan 18 litr. 18 deyishyapti. Ikkinchisiga bo'g'oz 2 oylik ekan mana. Bozor qancha qildi aka?
Bozor 15 yarim, 15. 15 yarim 15 savdosi o'tdi ekan. Mana puli yengil bo'g'ozlandi. Yo'q. Mana edi ham bor ekan. Bo'g'oz so'raganlar. Ikkinchisiga bizga. Boy aka, bu bo'g'oz a? Nech pul aytyapsiz? 17. Ozgina o'tib berasiz. Nechinchisiga necha oylik bo'g'oz? 3,5 oylik. 3,5 oylik, uchinchisigami? Birinchisiga. Birinchisiga 3,5 oylik bo'g'oz. Bozor qancha qildi? 15 million sotdi mana. Puli yengil bo'g'ozlardan so'raganlar. Aka, bo'g'oz mana shu sizlardami? Birinchisiga bo'g'oz aka. Necha oylik aka? 5 oylik. 5 oylik bo'g'oz birinchisiga mana. Nech pul aytyapsiz aka? 35 kami bor. Bozor qancha qildi? 29 million sotibmiz. Zo'ragan lekin mana. Orqalardan ko'rinishlar. Keyingisi yana bo'g'oz. Tog'a, bu nechinchisiga bo'g'oz? Ikkinchisiga necha oylik? 8 oylik ikkinchisiga bo'g'ozimiz mana. Orqasini ham bitta ko'rsatay. Qancha ketdi aka? 30. 31 dedilarmi? Tushunmay qoldim, so'raymiz mana. Narxini qancha aytyapsiz? 33 million. Bozor qancha qildi? 26 million qilyapti ekan mana. Berishmayapti ekan. Gap. Maşallah. Mayda. Ko'rsatamiz yana birinchisiga bo'g'oz akalar. Xotirjam bo'g'oz. Aka, birinchisiga bo'g'oz-a? Necha oylik? 5 oylik. 5 oylik bo'g'oz birinchisiga mana. 200 ming kam 24 ga bermadingiz. 200 ming kam 24 million so'mga bermadingiz. Gap. Oh, mana shu yerda ham ko'rsataylikchi, gibrid mana. Yaxshi bo'g'ozlar. Voy boy aka. Tog'a nech pul ekan bo'g'ozimiz? 35 million. Necha oylik? Birinchisiga 8 oylikdan o'tgan, birinchisiga 35 million kam bor. Mana. Orqa tomondan ko'rinishlar. Bozor qancha qildi tog'a? 5 million beryapman. Siz beryapsiz. Ha. Yaxshi. 25 million so'm. Yaxshi pul ham beribdilar. Yaxshi ekan ham olamlar. Zo'r. Zo'r. O'shangilab pullab qo'ygan. Sizdanmi tog'a bu? Egasi yo'qmi? Bo'g'oz akanki egasi yo'q ekan, bilib berarman. Jiyan sizlar. Jiyan nech pul ekan? Puli sizlarkimi? Nech pul ekan? Bo'g'ozmi? Ha, bo'g'oz. Nech pul? Akartoch. Murat aka man nech pul? Nech pul ekan bo'g'ozimiz? 20 deyishgan. 20. Necha oylik? 7 oylik. 7 oylik birinchisi 20 million kam bor. Bozor qancha qildi? Hali so'rayman. Hali so'raman. Nomerni aytchi. Nomerni. 94lik. 266 0266 mana. Puli yengil bo'g'oz so'raganlarga. Otaga kelib sotdi. Keyingisi. Necha oylik bo'g'oz aka? Uchinchisigami? Uchinchisiga bo'g'ozmi? Ya molli olyapti. Uchinchisiga bo'g'ozmi aka? Yo'q, Ikkinchisiga 6 oylik. Nech pul aytyapsiz aka? Narxini qancha aytyapsiz aka? 26 million. Bozor qancha qildi? Bozor qancha qildi? 22 ga berishmadi. Shayda ham savdo bo'lyapti menimcha mana shu bo'g'ozimizdan. To'rinchisiga bo'g'ozmikan. Aka, bu nechinchisiga bo'g'oz aka? Ha? To'rinchisiga 8 oylik bo'g'ozimiz. 8 kurak. Nech pul bo'lyapti aka? 27 million 500 ming. 27 million 500 ming so'm savdo bo'lyapti. Nima deyapti aka? Gapi. Endi ketdik, ona o'lalarga o'tamiz. Imkon qadar. Mana. Bolasi buqamichi-ya? Bola xunaji. Suti nechta ekan sizlardanmi? 12 litr. Uchinchi bolami? Uchinchi bola. 12 litr. Gapi. Savdosi qancha bo'lyapti aka?
25,5 ga bermadingiz ha? Nomerni qoldirib qo'yaylikmi? 94lik 307 77 00 mana. Yengil so'raganlarga. Kengisi bola xonajin ekan. Aka suti nechta aka? 5 ta suti bor. Birinchi bolami, ikkimi? Uchinchi bola ekan. Bozor qancha qilyapti aka? 23,5. Tishi 4 tami yo 8 ta? 6 ta. 6 tish ekan. Nomer qoldiraymi aka? Yo'q, baho bo'lyapti. Gapi. Bahosi tushib turibdi ekan hammani. Bahosini bersin. Mana edi ham. Tog'a sizdanmi mana shu? Zo'r ekan, ona bola. Ha? 31 kunibdi. 31 bola buqa. Suti 10 ta beraveradi menimcha. 8 ta. Bolasidan tashqari 8 ta. 3-chi bola shekilli-a? 2-chi bola ekan. 31 ga berilmayapti. Mana 31 ga berilmaydi ekan. Jasladam bolasi buqami? Bola xunaji. Mana qaranglar mana. Nechinchi bolasi jiyani? Nechinchi bolasi? Birinchi bolasi. Sutini nechta beryapti? Suti bitta ikkita beradi. Bitta ikkita? Ha, suti ozroq ekan. Bozor qancha qildi? Baho qilmadi. Nech pul aytyapsiz aytilish? 35-40 million so'm kam bor deyishyapti ekan. Mayli. Davom etamiz shunday qolsa. Imkon qadar pul yengil-yengillardan ko'rsatib borishga harakat qilamiz akalar sizlarga. Mana. Mana shu yerda pul yengillardan bor ekan. Aka bolasi xonajin ekan mana. Bola xonajin. Bola xonajin. Suti nechta? 6, 7, 8 litr sut beradi. Nech pul aytyapsiz? Pulga oka 24 deymiz. 24. 3-chi bo'lasimi? 4-chisi. 4-chi Bitta bolasi. bosqachi. Bitta bosgan. Bozor qancha qildi o'shanda? 21 21 ga bermadingiz. Nomeri qo'yib qo'yaymi? 95 95lik 850 850 2005. 2005 mana. Keyingisi ko'rsatamiz. Bolasi buqami jiya? Bolasi buqami? Bolasi xonajin ekan. 8 ta suti bor, bola xonajin. Qani bitta ko'rsatib berchi, ana. Gapi, indamas ekan mana. Bo'ldi, solmay qo'y. Bo'ldi. Suti ham zo'r ekan. Nechinchi bolasi bu endi? 3-chi bola. Gap yo'q. Aka nech pul aytyapsiz? Bozor qancha qildi? Oka 30 30 deyapsiz, 28. Tegi serum. Tagi serob. Nomerlarni qo'yamiz, aytavering. 94lik 600 600 1859. 1859. Bittasini anaqa qo'ying. Bittasi bo'lsa bittasi. Aytavering. 93lik 914 914 1859 1859. Manzil Namangan qayta? Sho'ro. Sho'roda. Aloqaga chiqaverasizlar. Chiqaveradi. Tegi serum. Puli yengillardan ham bor-a? Bor. Gap yo'q. Xo'p, davom etamiz. Xudo xolisa, imkon qadar pul yengillardan ko'rsatishga harakat qilamiz. Aka, bola buqami? Bola xonaji. Nechinchi bolasi aka? Bola xonaji. Ikkinchi yo uchinchi bola. Suti nechta beryapti aka? Suti sog'ilmayotgan. Narxi qancha? 22 million. Yaxshi. Bozor qancha qildi? 18 berishibdi. 20 dan pastga bitadi-a? 20 dan pastga bemalol bitadi. Jan bolasi? Xonajinmi? Suti nechta suti? Sog'ilmas ekan, bola xonajin ekan. Nech pul aytyapsan? 25. Bozor qancha qildi? Bozor 20 qilibdi. Gap. Mana shu oxirgisini ko'rsatamiz mana. Oq bul. Egizami aka? Yo'q. Qo'shilganmi? Bitta buqa, bitta dovosmi? Bitta buqa, bitta samandarlar. Yo, baraka top. Bitta buqa, baraka top. Aka, nech pul aytamiz endi? 45 kami bor. Suti nechta? Sog'magan bittasiga yetsa o'zi.
1 litr bersin, bo'pti. Yaxshi. 35 ga bermayapsiz. Yo'q. Bitta ko'rsataman. Nomerlarni qo'ying, mana. Bola qo'shilgan ekan, akalar. Hozir nomerlarni bitta so'rab qo'yib ketaman. Bunisi Xo'najon aka, narigisi Buqo aka. Hop. Ikkita bo'lasiz, aka. Aka, nomerni qo'yib ketaymi? Nomer aytib bering. 93lik. 3-8 3-8 23. Gap yo'q. Maragasini bersin. Agar Xudo xolisa qo'limizdan kelgancha narx-navoni yoritib berdik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammani chorvasiga Alloh baraka bersin. Endi qo'y bozoriga o'tamiz.